Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Xabaringiz bor, biz o'zimizning YouTube kanalimizga buxgalterlar va buxgalteriya sohasini o'rganayotganlar uchun bir qator video materiallar qilib joylashtirib kelmoqdamiz. Materiallar ko'pchilikka yetib borishi uchun bizning kanalimizga obuna bo'ling, bizni kuzatishda davom eting. Bugun sizlarga navbatdagi hisobot, ya'ni o'sha yillik hisobotlarni yillik soliq hisobotlarini topshirgandan keyin topshirishimiz kerak bo'lgan statistika hisobotini topshirish jarayonini ko'rsatib berishga harakat qilamiz. Statistika hisobotini import faoliyati bilan shug'ullanib, ulgurji savdo qilgan korxona misolida ko'rsatib berishga harakat qilamiz. Shu bilan parallel ravishda boshqa faoliyat turlari bo'lganda qanday qo'shimcha ustunlar, qo'shimcha ilovalar to'ldirilishi mumkinligini ham aytib ketishga harakat qilamiz. Avvalambor ma'lumot uchun aytib ketmoqchiman, statistika hisobotlari ko'pchilik korxonalar uchun atmi bekor bo'lgan. Avvalambor siz statistika hisobotini to'ldirishga kirishishdan oldin sizning korxonangiz statistika hisoboti topshirish kerakmi, yo'qmi degan masalani aniqlashtirib olishingiz kerak bo'ladi. Demak, keling avvalambor statistika hisoboti topshirishimiz kerakmi, yo'qmi degan joyini tekshirishdan boshlaymiz. Buning uchun biz stat.uz saytiga kiramiz va mana shu joyda interaktiv xizmatlar degan ustuni bor. Shu yerda mana pastida taqdim etiladigan hisobotlar ro'yxati bor. O'sha ro'yxatga bosamiz. Biz OneID orqali kirib qo'ysak, bizga oson bo'ladi. Hamma joyga OneID orqali kirganimiz oson. Statistika hisobotini topshirayotgan korxonalar ro'yxatini ko'rish uchun ham, hisobotni topshirish uchun ham OneID bizga qulayroq bo'ladi. Shu uchun mana bu joydan OneID ga kirib qo'yganmiz. Korxonangizning ininisini teramiz. Sterini pastdagi kod teramiz. Mana shu tugmani bosadigan bo'lsak, biz qanday hisobotlar topshirish kerakligi ko'rsatib o'tilgan. Demak, bir KB hisobot shaklini o'rniga bir korxona shakli joriy qilingan. Mana bizning korxonamiz shu hisobot shaklini topshirishi lozim ekan. Demak, endi hisobot topshirish uchun bizga avvalambor soliq hisobotlari kerak bo'ladi. Bu uchun soliq kabinetimizga kirib, soliq hisobotlarimizni, soliq va moliyaviy hisobotlarimizni ko'chirib olamiz. Bizga kerak bo'ladigan hisobotlar deyarli yillik yakuni bo'yicha topshirgan barcha hisobotlarimiz kerak bo'ladi. Ya'ni buxgalteriya balansi, moliyaviy natijalar to'g'risidagi hisobot, foyda solig'i, jismoniy shaxslardan olinadigan daromad solig'i va jismoniy shaxslarning daromad solig'ini ilovasi ham kerak bo'lishi mumkin. Hammasini skachat qilib ko'chirib olganimizdan keyin ularni ochib olamiz. Demak, barcha hisobotlarimizni ochib olishimiz lozim bo'ladi. Bizga hisobot to'ldirish jarayonida bizga kerak bo'ladi. Kerak listdan foydalanamiz. Pastga tushirib qo'yamiz. Endi statistika hisoboti bilasizlar, hisobot.stat.uz saytidan topshiriladi. Endi hisobot topshirish uchun shu saytga kiramiz. OneID orqali kirishni tanlaydigan bo'lsak, o'sha qulayroq. Chunki biz tepada bir marta kirib qo'yganmiz. Shu brauzerdan kirsak, yana bizni qayta yo'naltirib yuboraveradi. Korxonamizni tanlaymiz va mana shu joyda ma'lumot sifatida xabar chiqadi. Hisobot bir korxona hisobot taqdim etuvchilar ro'yxati dastlabki tarzda shakllantirilgan bo'lib, kelgusida yakuniy ma'muriy ma'lumotlar asosida yangi qo'shiladigan
respondentlar to'g'risida qo'shimcha ma'lumot berilishini ma'lum qilamiz. Ushbu hisobot, demak, xodimlar soni yillik 5 kishidan kam bo'lgan va bazaviy hisoblash miqdori 2000 baravardan kam bo'lgan korxonalar, demak, bunday korxonalar topshirmaydi. Bazaviy hisoblash miqdorini 2000 barobar 412 ming bo'lsa 824 million. 824 milliondan kam korxonalar hisobot topshirmaydi. Mana bu joyda ma'lumot uchun, agar sizni ro'yxatingiz chiqmasa, to'liq ekranda skrinshot qilib qo'yishni tavsiya qilaman. Sababi, kelgusida bu yerda chiqib qoladigan bo'lsa, sizni korxonangiz keyin sizga statistika hisobot topshirmadingiz degan masala ko'tarilmasligi uchun mana shu yerda umuman hisobot topshirmaydigan chiqsa, o'sha joyda skrinshot qilib qo'ygan ma'qul. Demak, bu xabarga qabul qilish tugmasini bosamiz, tanishtimda, va hisobot shakliga o'tamiz. Hisobot shaklimizni to'ldirishdan oldin bizga o'tgan yili qabul qilingan bir KB hisobot ham kerak bo'ladi. Shu uchun mana tepadagi oynadan bitta qo'shimcha ochib olamiz va o'sha joyda bir KB hisobotimizni ochib olamiz. O'tgan yili qabul qilingan bir KB hisobotimiz. Sababi, ayrim ma'lumotlarni shuni ichidan olishimiz kerak bo'ladi. Endi yangi hisobot shakliga o'tsak, kichik biznes va tadbirkorlik degan joyda bir korxona shakli degan mavjud. Hisobotni topshirish muddati 1-apreldan kechiktirmay yoki 5-maydan kechiktirmay. Demak, jo'natish tugmasini bosadigan bo'lsak, 5-maydan 1-maygacha NSBU bo'yicha, ya'ni buxgalteriya hisobini milliy standartlari bo'yicha yuruvchi korxonalar, buxgalteriyani yurituvchi korxonalar 1-aprelgacha, MSFO bo'yicha, ya'ni moliyaviy hisobotning xalqaro standartlari bo'yicha topshiradigan korxonalar 5-maydan kechiktirmay topshirishi lozim bo'ladi. E'tibor qiling, hisobotlarni vaqtida topshirmaslik javobgarlikka sabab bo'ladi. Statistika hisobotini topshirmaganlik uchun jarima 7 tadan 10 ta minimalkagacha jarima solinishiga asos bo'lishi mumkin. Demak, to'ldirishni boshlaymiz. E'tibor qiling, bu ustunlar 1 KB ga qaraganda ancha kam, lekin to'ldirish jarayonida yana yonidan qo'shilib ketaveradi. Lekin baribir umumiy hisobotni hajmi yillik 1 KB shaklidan kam. Demak, boshladik to'ldirishni. Korxona rahbarining nomerini qo'yamiz. Korxonani yuridik manzilini biz boya skachat qo'ygan joyimizdan olishimiz mumkin. Mahallasi, ko'chasi, rahbarining raqami, keyin faoliyat yuritadigan joy. Yuridik manzil boshqa, faoliyat joyi boshqa bo'lishi mumkin. O'shaning uchun qo'yamiz. Toshkent shahri, Chilonzor tumani. Mana bu joyga mahallangizni qo'yib qo'yasiz. Birinchi mahalla, keyin ko'cha. Adashmasam, Dumbrobod mahalli, mayli, bu ko'chirib yozib qo'yamiz. Agar mahallangizni aniq bilmoqchi bo'lsangiz, mana bu INNni New bir darcha saytiga kiritsangiz ham mahallangizni chiqarib beradi. Shu yerdan ko'rib olsangiz ham bo'ladi. Reyestrdan tekshirish. INNni teradigan bo'lsak, mana Dumbrobod mahallasi ekan. O'shani kiritib ketsak bo'ladi.
Demak, birinchi rekvizit korxona ma'lumotlarida saqlashni bosamiz. Faqat yuridik manzili va faoliyat turi ko'rsatadigan joyini ko'rsatamiz. Endi keyingi shaklga o'tamiz. Hisobot ma'lumotlari. Har bitta ustunini iloji boricha tushuntirib ketishga harakat qilaman. Qisqacha, vaqt ko'p ketmasligi uchun. Davlat ulushi bor yo'qligi. Yo'q bo'lsa galochka qo'ymaymiz. Chet el rezidenti ulushi mavjudmi? Bo'lsa galochka qo'yamiz, bo'lmasa qo'ymaymiz. Korxona buxgalteriyani qaysi standart bo'yicha yuritadi? Hisobini demak bizada BXMS bo'yicha yuritadi. Ya'ni buxgalteriya hisobini milliy standarti bo'yicha yuritish mumkin, xalqaro, bizada milliy. Faoliyat ko'rsatganmi? Ha bo'lsa galochka qo'yamiz, yo'q bo'lsa qo'ymaymiz. E'tibor qiling, mana bu joydan qo'shimcha ustun qo'shiladi. Qo'ygan paytimiz 7-bob qo'shiladi. O'shaning uchun kerakli joyga belgini qo'yib ketaveramiz. Korxonangiz hisobot yilida qaysi faoliyat turi bilan shug'ullangan? Qo'yasiz. Xizmat ko'rsatish bo'lsa tepada 14-bob qo'shiladi mana. Savdo bo'ladigan bo'lsa, mana tepaga qarasangiz 5-bob, 15-boblar qo'shiladi. Qurilish bo'lsa shunaqa, ishlab chiqarish bo'lsa sanoat tanlaysiz. Har bir faoliyat turini qo'ygan paytingiz tepada qo'shimcha ustun qo'shilib ketaveradi. Korxonada tovar moddiy boyliklari mavjudmi? Ha, mavjud. Tanlaymiz. Asosiy vositalar mavjudmi? Mavjud. Investitsiya faoliyat bilan shug'ullanmagan transport vositalari mavjudmi? Mavjud. Qarang, mavjudni qo'shgan paytimiz tepada yana bitta ustun qo'shiladi bizga. Mana bu. Iloji boricha hisobot hammaga foydali bo'lish uchun hamma narsasi bor korxonani misolida ko'rsatib berganmiz. Sizda yo'q bo'lsa, buni qo'ymasdan o'tib ketaverasiz. Demak, transportni qo'ydik. Axborot kommunikatsiya xarajatlari amalga oshirilganmi? Yo'q deb ketaveramiz. Tak. Ish haqidan tashqari to'lovlar bo'lganmi? Import eksport bo'lganmi? E'tibor qiling, mana bu import eksport bo'lgan bo'lsa, faqat xizmatlar import eksport bo'lgan bo'lsa qo'yamiz, bo'lmasa qo'ymaymiz. Demak, atmosferaga manbalarga egami? Atmosferani ifloslantiruvchi manbalarga. Keyin hisobot yilida aholi va kommunal maishiy tashkilotlar suv bilan ta'minlash, kommunikatsiya faoliyat bilan shug'ullanganmi? Yo'q. Alohida bo'linmalari bormi? Yo'q. Hisobot davrida axborot tizimi orqali oferta usulida boshqa elektron savdo oshirganmi? Yo'q. Agar sizda bo'lsa, qaysi ustun bo'lsa, shunga tegishli belgini qo'yib ketaveramiz. Demak, saqlash tugmasini bosamiz va keyingi bo'limga o'tamiz. Keyingi bo'limda umumiy iqtisodiy ko'rsatkichlar. Bu yerda agar korxonangizni faoliyat turlari bo'yicha yozasiz, faoliyat turi ham mana bu joyda OKTizdan ko'rib olsangiz bo'ladi. 46230 ekan OKTimiz. Mana bu joyda 46 qo'ysak, bizani OKT kodimizni boshlanish harfini qo'yib qo'yamiz. 46. Ulgurji savdo bilan shug'ullangan korxona. Demak, bu yerga ko'rsatkichini qo'yamiz. Moliyaviy ko'rsatkichlarni moliyaviy natijalar to'g'risidagi hisobotdan olamiz, ya'ni forma 2 dan olamiz. Bunga o'tamiz. Okruglit qilib oxirini 5 qilib yozdik. Shundan asosiy faoliyat turlari, ya'ni korxonada agar bir nechta faoliyat turlari bo'lsa, jamisini bu yerga, asosiysini bu joyga yozib o'tamiz. Ketdik. O'z ehtiyoji uchun ishlatilganmi? Yo'q. Boshqa daromadlar. Boshqa daromadlarni F2 dan qaraymiz. Bizda bor ekan mana boshqa daromadlar. Va boshqa daromadlar bo'lsa qo'yib qo'yamiz boshqa daromadlar. Boshqa daromadlar. E'tibor qiling, forma 2miz mingda to'ldirilgan, statistika hisoboti ham mingda to'ldiriladi. Mana jami daromadlarimiz F2 ni mana bu ustuni bilan bir xil bo'lishi kerak. Mana ikkalasini qo'shganimizda 11686 657.
Mana bir xil bo'ldi. Bu ustunni to'ldirdik. Saqlaymiz. Keyingi bobga o'tib ketaveramiz. Demak, keyingi bobda tannarx va davr xarajatlarini jamisini bergan. Bilamiz, F2 da turadi bular ikkalasi ham. Mana birinchisi 0,20-niki tannarx, bunisi davr xarajatlari. Ikkalasini yig'indisini yozishimiz kerak ekan. Demak, mana bu joyga qo'yamiz. Shundan asosiy faoliyat bo'yicha bo'lsa, bizada o'zi bitta faoliyat turi. Agar sizda bir nechta bo'lsa, asosiysini qo'yib ketaverasiz. Shu yerda mana bu joyda 200 to'ldirilishi shart deyapti, ya'ni o'sha kodni qo'yib qo'yaveramiz bergan 46 ni. Endi qayta sotish uchun sotib olingan tovarlar qiymati bizga bu yerda bazamiz kerak bo'ladi, Adines bazamiz ham kerak bo'ladi. Ya'ni 29 imizni prihodini ko'rib olishimiz lozim bo'ladi. Yigirma to'qqiz 10 shotimizni ko'rishimiz kerak bo'ladi. Demak, ya'ni yil davomida bizda xarid qilingan tovarlar soni 29 imizni dan olishimiz kerak bo'ladi. Bu yerga qo'yamiz 29-shotimizni. Faqat bu yerga 1000 da qo'yamiz. Oxirida Adinesimizda so'mda turgan bo'ladi. Bu yerga 1000 da qo'yamiz. Ya'ni o'sha 29-shotimizni yillik aylanmasini men buni yana bitta ko'rsatib o'tay. Tak. 29-10 da jami debet aylanmasini qo'yib qo'yamiz. Chunki debet bizada prihod bo'lgan bo'ladi. Biz hozir debetni oldikmi? Debetni olamiz. Tak. Endi shundan moddiy xarajatlar, xomashyo materiallar, sotib olingan butlovchi qismlar, yarim tayyor mahsulotlar va hokazo. Biza boshqa xarajatlarimiz bo'ladigan bo'lsa, moddiy xarajatlarimiz qo'yamiz. Moddiy xarajatlarni biz foyda solig'idan ham olishimiz mumkin. Foyda solig'ini ham skachat qilganmidik. Foyda solig'imizni xarajatlar bo'limidan ko'rishimiz mumkin. Qanday xarajatlar borligini. Demak, bu yerga moddiy xarajatlarimiz, xomashyo materiallar, sotib olingan butlovchi yarim tayyor mahsulotlar, yoqilg'i xarajatlar, xizmatlar uchun to'lovlar. Mana bizda operativ ijara uchun to'lov bo'lgan, asosiy vositalarning eskirishi bo'lgan. Yana boshqa xizmatlar mavjud bo'lgan. 503 773. Shundan asosiy faoliyat bo'lsa, asosiy faoliyatni olib ketaveramiz. Endi bu yerda ish haqi xarajatlari deyilgan. Ish haqi xarajatlarini ish haqi hisobotimizdan olsak ham bo'ladi. 33 600. Asosiy faoliyat bo'yicha 33 600. Ijtimoiy soliqni ham hisobotimizdan olsak bo'ladi. 40 Asosiy vositalar, nomoddiy aktivlar amortizatsiyasi. Biza boya amortizatsiyani qo'shmagan edik. Amortizatsiyani alohida ustunga yozamiz.
Mana shu amortizatsiya xarajatlarimiz biza asosiy vositani yozayotgan payti yil boshiga, yil oxiriga qoldiq degan joyi bor-ku, o'sha bilan to'g'ri kelishi kerak. 91,963. Hali yozadigan joyimiz bor-da, asosiy vositalarni ham. Yil boshiga qancha edi, yil oxiriga qancha edi degan joyi bor. Shuning uchun buni 91,963 964 округление qildik. Ketdik. Keyingisi yer uchun to'lamagan, ta'mirlash uchun to'lamagan, byudjetga to'langan majburiy to'lovlar, soliq va yig'imlar, ijtimoiy soliqdan tashqari. Ijtimoiy soliqdan tashqari bizada qanaqa soliqlar bor? Demak, foyda solig'imiz bor. Foyda solig'imiz 18,30 plyus ijtimoiy soliq hisoblamaymiz. NDFL bor 4,32 va NDS hisobotimizni ham skachat qilganmidik. NDS olmayapmiz, adashmasam. NDS hisobotimizni ham olamiz. Oldin bilsangizlar F2 ni forma 2 ni ilovasi bo'lar edi. Shu ilovada bizada o'sha ma'lumotlar tayyor turar edi. Mana forma 2 ni mana bu ilovasini to'ldirardik. Bu ilovasi hozir bekor bo'lgan, shu uchun alohida yig'ib chiqishimizga to'g'ri keladi. Mana shundan bizada NDS hisoblangan bo'lsa, NDS ni hisobga olib yozib qo'yishimiz mumkin. 838 округлить qilib yozaveramiz. Bu yerda NDS kiritishimiz kerak emas ekan, uzr. NDS kiritgan hisobiga ko'p bo'lib ketdi. 838. NDSdan tashqarilarni kiritishimiz lozim ekan. Kiritdik, ma'lumotlarni chap tomonga ham qarab qo'yamiz. Xatolik chiqsa 123.0 bo'lsa, sababini ko'rsating degan. 123 nima ekan? Ixtiyoriy sug'urta aktivlarini xodimlarni majburiy sug'urtasi bor. Bitta xodimga 25-30 ming so'mdan edi, adashmasam. Adashmayotgan bo'lsam. Agar sizda sug'urta qilingan bo'lsa, o'shani xodimlar o'sha xarajat summasini yozib qo'yamiz, chunki bu majburiy sug'urta. Bo'lmasam sababini yozishimiz kerak. Ish beruvchining javobgarligini majburiy sug'urtalash degan sug'urta turi bor. Uni ham sug'urtalab qo'yishni tavsiya qilaman, chunki korxonada har xil ish paytida har xil holat bo'lishi mumkin. Shu uchun e'tibor qilish kerak. Keyingilariga o'tamiz. 3-bob. Tovar moddiy zaxiralari. Endi bu yerda bizda balansdan olishimiz kerak bo'ladi. Asosan ko'rsatkichlarni tepaga qirolti qo'yib qo'yamiz kodimizni. Asosiy faoliyat qirolti bu ham. Bizda ishlab chiqarish 10-shot yo'q, tugallangan ishlab chiqarish 20 yo'q. Agar sizda bo'lsa qo'yasiz. Tayyor mahsulot. Tayyor mahsulot emas, bizda tovarlar. Yil boshiga qo'yayotgan tovarimiz o'tgan yilgi hisobot shaklimizni yil oxiriga tovari bilan bir xil bo'lishi kerak. Qaysi bobda edi? O'tgan yilgi hisobotimizda shunaqa joyi bor edi. Bu asosiy vositalar bo'yicha ekan. Topib olishimiz kerak. Mana tovarlar. 171,906.
bizani balansimizda ham aslida to'g'ri bo'ladi, o'sha baribir bir tekshirib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Ozgina farq qilsa ham keyin xatolik berib turishi mumkin. Tovarlar yil boshiga shuncha edi. Endi yil oxirini balansimizdan olamiz. Yil oxiriga okruglik qilamiz. Zo'r bo'lsa ekan yil oxiri. Barcha asosiy faoliyat bo'yicha asosiy faoliyatga qo'yib qo'yaveramiz. Demak, ketdi. Bu yerdagi ma'lumotlarni kiritdik. Keyingi bobga o'tib ketamiz, saqlash. 5-bob. Mana endi asosiy vositalar. Asosiy vositalarimizni mana bu bilan solishtirib qo'yishimiz kerak bo'ladi. 330, 767. Balansimizda ham shunaqa turgan bo'lishi kerak. 330, 767. Iloji boricha mana shunda okruglik qilganimizga qarab olishimiz kerak bo'ladi. Yil boshiga shuncha ekan. Eskirishi yil boshiga 192,947 ekan. Endi yil oxirigani balansdan olamiz. Yil oxirini balansdan olamiz. Va yil oxiriga eskirishni ham balansdan olamiz. 2 qilsagan bo'lar ekan. Tugallamagan qurilishlar yo'q. Endi boshlang'ich chiqib ketgan asosiy vositalar va bizada kelib tushgan asosiy vositalar. E'tibor qiling, bizada kelib tushgan asosiy vosita bor ekan, shuni kiritib ketamiz. Agar sizda bo'lmasa, bu joyga hech narsa kiritmay o'tib ketaverasiz. 4. Ulardan yangi ishga tushirilgan. Bizda yangi ishga tushirilgan. 162 ikkinchi ustun, 163 uchinchi ustun satrlar to'ldirilgan bo'lsa, u holda 6-bob ochilsin. Hisobot umumlashtirilganda 186 tegishli satrlar to'ldirilsin deydi. Mayli deymiz. Ketdik. Keyingi tashkilot faoliyatining boshqa ko'rsatkichlari. Bizda boshqa ko'rsatkichlar mavjud emas. Agar sizda mavjud bo'lsa, kiritib qo'yasiz. Keyingi bo'limga o'tamiz. Endi bu yerda xodimlar bo'yicha ma'lumotlar bor. O'rtacha ish haqini hisoblash uchun qabul qilingan xodimlar soni 2 ta. Ayollar bo'lsa, ayollarga qo'yamiz. Ayollar bo'lmasa qo'ymaymiz. Ayollarni alohida ajratib olganimiz kerak bo'lsa, mana shu reyestrdan ajratib olamiz. Shu uchun reyestr diskachat qilgan edik. Endi o'sha xodimlarni ish haqini yozamiz yana. Hisobot yili oxiriga xodimlar soni 2 ta. Ayollar yo'q. Haqiqatda ishlagan vaqti. Buni Adnesdagi tabellardan yig'ib chiqsak ham bo'ladi, lekin o'zimiz hisoblasak ham bo'ladi. Bir kunda 8 soat ishlaydigan bo'lsa, demak, haftada 5 kunlik ish, haftada 5 kunlik bo'lsa, bir haftada, bir oyda 4 hafta desak va 12 oyga ko'paytirsak 1920 chiqadi taxminan. Tabeldan yig'ib chiqsak ham shunga yaqin ko'rsatkich keladi. Tabeldan yig'ib chiqmadik. Sizlar tabeldan yig'ib chiqsangizlar to'g'riroq bo'ladi. Ketdik. Ish beruvchi kelishuvi ish haqi saqlanmagan ta'til berilganlar, xodimlar o'rtacha soni 2 ta, tashqi o'rindoshlar yo'q, xodimlar o'rtacha yillik soni 2 ta. Demak, ish kuchini saqlab turish uchun qilingan xarajatlar o'sha bizada oylikdan boshqa xarajat qilinmagan. 33 600. Qaysidir satr tushunmay qolsangiz, yonida ko'rsatkichlar berilgan, shu ko'rsatkichlarga qarab to'ldirib o'tishimiz mumkin. Saqlash tugmasini bosamiz va keyingi bo'limga o'tamiz. Demak, turlari bo'yicha ko'rsatkichlarning bozor qiymatlari.
14-bobda savdo korxonalari tomonidan yalpi daromad va ustama ko'rsatiladi. Xuddi shunaqa narsa bizani o'tgan yilgi hisobotimizda ham bor. Adashmasam 14-bob edi. Unda ham kodini bilib olishimiz uchun bu yoqdan ko'rsak ham bo'ladi. 467 313 ekan. Demak, mana bu joyda alohida hududiy bo'linma mavjud emas deb belgilab qo'yishimiz kerak. Agar sizda mavjud bo'lsa, belgilaysiz. Necha edi? 467 313. 467 313. Korxona santexnika mahsulotlari bilan, savdosi bilan shug'ullanadi. Va mana bu yerga yoziladigan joyda biza forma 2 dan olamiz. Bilasiz, yalpi daromad jami tannarxdan jami daromaddan xarajatni ayirsa yalpi daromad kelib chiqadi. Biza bu yerga faqat yalpi daromadni qo'yib qo'yar ekanmiz. Tovar oborotni emas. Qizilda belgilab qo'ygan. Elektron tijorat bo'lsa, elektron tijorat qo'yiladi. Bo'ldi, saqladik va keyingi bo'limga o'tamiz. Mana bu yerga endi tovar oborotni qo'yamiz. Ya'ni F2dagi 90-shotimizdagi summani qo'yishimizga to'g'ri keladi. 1000 so'mda qo'yilgan. 5. Elektron savdo bo'lsa qo'yasiz, avtotransport vositalari bo'lsa qo'yiladi. Bizda unaqa yo'q. Agar chakana bo'lsa chakana, umumiy ovqatlanish bo'lsa ham mana shu ilova to'ldiriladi. Saqlashni bosamiz. Keyingi bobga o'tamiz. Demak, bu yerda ulgurji va chakana savdo tarmoqlari tomonidan to'ldiriladi. Ya'ni o'sha skladi bormi, magazini bormi, do'koni bormi, nimani qo'yadigan bo'lsa, o'shani qo'yib berishimiz kerak bo'ladi. Omborxona binolari, bizda omborxona bor. Obyektlar soni bitta, maydoni 300 kvadrat. Saqladik. Endi keyingi ustuniga o'tamiz. Demak, korxonada mavjud avtotransport vositalari soni. Korxonamizda o'tgan yil ham bor edi, shunaqa avtotransport, adashmasam. Girmanchi bobdamidi? Yengil avtomobillar soni 2 ta ekan. Sig'imi 8 ta, yurgan yo'li shu ekan. Bu yil yana bitta yengil avtomobil olingan. Shunda bu yil 3 ta bo'lgan. Tak. Hozir 1 sekund tepasini o'qib ko'raylik. So'zlar qatnov turlari bo'yicha avtomobil transport ko'rsatkichlari. Bu yerda xalqaro, shaharlararo, shahar ichida yurgan avtotransport vositalari. Yo'lovchi aylanmasi 1000 kilometr. Qatnov turi bo'yicha tashilgan yo'lovchilar soni. Adashmasam buni ozgina o'zgartiribdi. Chunki yo'lovchi tashish bilan shug'ullangan korxonalarga o'zgartirgan menimcha. To'ldirmaymiz, keyingi bo'limga o'tamiz. Korxonani elektron pochtasi, rahbar raqami va mana bu joyda kommentariylar bo'lsa, kommentariylarni yozamiz. Tushunarchi tugmasini bossak, bizda yana xatoliklar chiqishi mumkin. Keyin xatoliklar ustida ishlaymiz. Mana hozir bir bosib ko'ramiz. Xatolarni to'g'rilangandan keyin bosing deyapti. Mana xatoliklarni bitta Wordga olib qo'ysak ham bo'ladi. Mana birdan to'g'rilashni ham ko'rsatib ketaman. Ozgina vaqtlaringizda olib bo'lsa ham. Xatoliklarni olamiz, chunki hozir to'g'rilashga kirishgan paytimiz bu xatoliklar chiqmay qoladi-da.
o'ng tarafdagi xatoliklar majburiy, chap tarafdagilar nima deydi, bo'lsa ham hisobot topshirish mumkin bo'ladi. Avvalambor biz majburiy xatoliklarni bartaraf etishga harakat qilamiz. 162-satr, grafa 1.0, lekin nimaga 169 katta asosiy vositalarni kelib tushish manbasini ko'rsating degan. Demak 162 ni topamiz. 162 boshlig'i deydi. Aha, 160 asosiy vositalar qanday qilib kelganiga aniqlik kiriting deyilgan. 183, 184larni kiriting. Undan keyingi 6-bo'lim. 6-bo'lim qanday ochilar ekan? 169 mana bu joydan ochilishi ham mumkin. Demak, korxonada faoliyat ko'rsatgan energiya resurslari alohida bo'linmalari 6-bo'lim qaysidir tugmani bossak, bizda 6-bo'lim ochilishi kerak. Mana bu bo'lishi kerak. Mana investitsiya faoliyati bilan shug'ullanganmi? 6 bo'lsa qo'ydik, saqlaymiz. Tahrirlashni bosdikmi? Endi qo'yamiz. Investitsiya, chunki asosiy vositalar ham baribir investitsiyaga kiradi. Saqlash va 6-bo'limga o'tamiz. Asosiy vositalarga, kapitalga kiritilgan investitsiyalar. Mana buni kiritib ketamiz. 4. Pastda ko'rsatamiz. Bepul olinmagan asosiy kapitalga kiritilgan investitsiyalar. 180-satr to'ldirilgan. Bu holda bir invest asosiy, xo'p, to'ldiramiz. Mayli, uni ham. Endi oxiriga o'tib izoh yozib ko'ramiz. Hisobotlardagi ma'lumotlar to'g'riligini tasdiqlaymiz. Qo'shimcha ma'lumot uchun telefon deb telefoningizni yozib ko'rsangiz bo'ladi. Mana endi jo'natib ko'ramiz. Jo'natish. Yana xatoliklar bor ekan. 119 bilan boya bormidi bu? Endi ko'ramiz 119 qayerda ekan. 119 nimaga teng emas? 119 dagi ustun bilan 100 mana bu joydagi amortizatsiya xarajatingiz bilan deyapti. To'g'ri xatolik beryapti. Tak 91 964 eslab qolamiz shuni. Bu yerda 91 964, keyin boya bilsak asosiy vositalarning kirib kelishini yozgandik. Bop deydi. Mana bu joy deydi. Mana bu ikkalasini farqi deyapti. 284 912 minus 192 947. Mana 65 91 965 bo'lib qolgan deyapti. Mana shu okrugleniyada xatolik bo'lgan. Shu uchun borib biza 119 ni to'g'rilab qo'ysak bo'ladi. Mana buni 5 qilib qo'ysak, mana buni 5 qilib qo'ysak, menimcha xatolik bo'lmaydi. Majburiy xatolik bo'lmaydi. Hisobot
ma'lumotlari to'g'riligini tasdiqlaymiz. Qo'shimcha ma'lumot uchun telefon deb telefonni yozib olsak bo'ladi. Jo'natish tugmasini bosamiz. Maniki nihoyat hisobotimiz jo'natildi. Demak, hisobotimiz jo'natilgan hisobotlarda turibdi. Hozirgi holati jo'natildi. Bu keyin statistika bularni ko'rib chiqadi. Agar qayerdadir xatolik bo'lsa, bizaga xatolikni yozgan holda qaytaradi va bu qaytarilgan hisobotlarga tushadi. O'sha joydan yana kirib keyin to'g'rilashimiz mumkin bo'ladi, tahlil qilishimiz mumkin bo'ladi. O'ylaymizki, berilgan ma'lumotlar siz uchun foydali bo'ldi. Agar sizda qo'shimcha fikr, taklif, mulohazalar bo'lsa, kommentariyalarda yozib qoldirishingiz mumkin. Bizni kuzatishda davom eting. Rahmat, sog' bo'ling.